هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Tagabun tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Tagabun suresi 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Tagabun Medine'de nazil bolgan 18 ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve nihayet mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Asmanlardaki ve zimindeki nesile Allah'a tesbih etidir. Padişahlık Allah'a mensuptur. Cemi hamd sana Allah'a xastır. Allah her nersege qadirdir. Allah silahını halq etdi. Aranlarda müminlermi ba, kafirlarmi ba. Allah silahının kılıvatkan işleringlarni körüp turgucudur. Allah asmanlarni ve ziminni haq yarattı. Silahını suretga kirgizdi. Suretinglarni chirayliq qildi. Ahir qaytadigan joy uning dergahidir. Allah asmanlardaki ve zimindeki neslerini bilip durdu. Allah niyetlerinladın, emellerinladın, yuşurganlarınlani ve aşkarlıganlarınlani bilip durdu. Allah dillardaki sırlarını bilgiçidir. Allah Teala'ga tesbih eytildiganlıqı, Allah Teala'nın insanlarını yaratganlıqı ve onun hemme nersini bilip turdiganlıqı doğrusuda. Bu sure tesbih ayetleri bilen başlanğan surelerinin en ahırqısıdır. Məxluqatlarının yaratqıçısı ve padişahı Allah Teala'ga tesbih eytidiganlıqı yuqarıda tefsili bayan kılındı. Şuna Allah Teala mındaq deydi. Padişahlık Allah'a mensuptur. Cemi hamd sana Allah'a xastır. Yani Allah bütün kainatını özü xalığancı başqırdı. Allah barlıq məxluqatlarını yaratqanlıqı ve ulanı ölçemlik orunlaştırğanlıq üçün mədhiyəyə layıqdır. Allah her nersige qadirdir. Yani Allah xalığanlı nəsə hiç qandaq tosalğığa ve çeklemige uçurmasdan vücudğa çıqıdı. Allah xalamıgan nəsə vücudğa çıkmaydı. Allah silahını halq etdi. Aranlarda müminlermi ba, kafirlarmi ba. Yani Allah silahını mana muşundaq süpetge layık kılıp yarattı. Ve aranlarda müminninmi ve kafirninmi çokum mevcut bulup duruşunu irade kıldı. Allah kimnin hidayetke haqlıq ekenligini, kimnin gumraqlıqqa tegişlik ekenligini bilip durgucudur. Allah bendilerinin emellerini küzütüp durdu ve şunun qarıda ulağa toluq mükafat yoki jazo berdi. Şunun için Allah Teala mındaq deydi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turguchidir. Allah asmanlarni ve ziminni haq yaratdi. Yani ularni adalet ve hikmet bilen yarattı. Sizlarni suretga kirgizdi. Suretinglarni chirayliq qildi. Yani sizlarni en güzel şekillerde yarattı. Allah Teala bu vaqtda mundaq degan. Ey insan, seni merhametlik Rabbinge asilik qilishga nima ol dedi? O seni yarattı. Azalarını, becirim, qamatını tüz kıldı. Seni o xalığan şekilde quraştırdı. Allah sizlarga ziminni turalg'u, osmonni bino qildi.
Sizlarni suratga kirgizdi. Suratinglarni chiroyli qildi. Sizlarga turli pok narsalarni rizq qilib berdi. Ana shu Alloh sizlarning Rabbinglardir. Olimlarning Rabbi Allohning barkati buyukdir. Ahir qaytadigan joy uning dargohidir. Ya'ni oxirgi turalg'u qilinadigan joy Allohning dargohidir. Alloh taolo o'zining osmon zimindagi va dillardagi barliq narsalarni bilib turadiganligidan xabar berib mundaq deydi. Alloh osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turdi. Alloh niyatlaringlardan, amallaringlardan yoshirganlaringlarni va oshkorlaganlaringlarni bilib turdi. Alloh dillardagi sirlarni bilgichidir. Sizlarga ilgari kofir bo'lib, amallarining vabolini tetiganlarning xabari kelmadimi? Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Bu shuning uchundirki, ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalar bilan kelgan edi. Ular inson bizni hidoyat qila olamdi dedi. Payg'ambarni inkor qildi. Iymondan yuz o'rdi. Allah ularning iymoniga muhtoj emasdir. Allah maxluqotdan behojatdir. Madhiyaga loyiqdir. İlgari o'tgan kofirlarning halok qilinganligini bayon qilish bilan ogohlantirish berish to'g'risida. Alloh taolo ilgari o'tgan ummatlarning payg'ambarlarga qarshi chiqib haqni inkor qilganligi uchun azob oqibatga giribtor bo'lganligidan xabar berib mundaq deydi. Sizlarga ilgari kofir bo'lib, amallarining vabolini tetiganlarning xabari yetmadimi? Ular payg'ambarlarni inkor qilganligi va razil ishlarni qilganligi uchun ularga dunyoda xor qilg'uchi azob tushdi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni ularning dunyodagi azobiga oxiratdagi azob qo'shilib, azobi hassilab ortadi. Alloh taolo u azobning sababini bayon qilib mundaq deydi. Bu shuning uchundirki, ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalar, ya'ni keskin dalil paketlar bilan kelgan edi. Ular inson bizni hidoyat qila olamdi dedi. Ya'ni ular insonlar ichida payg'ambarlik kelishini va o'zlarining hidoyat tepişinin o'zlariga o'xshash insonlarning qo'li bilan bo'ladiganligini yiroq sanashdi. Payg'ambarni inkor qildi, iymondan yuz o'rdi. Ya'ni ular haqni yolg'onchiga chiqardi. Yaxshi amallarni qilishdan bosh tortdi. Allah ularning iymoniga muhtoj emasdir. Allah maxluqotdan behojatdir, madhiyaga loyiqdir. Kafirlar hargiz terildirilmaymiz deb gumon qilishdi. Aytqinki, hargiz undaq emas. Rabbim bilan qasamki, sizlar cho'qim terildirilsizlar. Ondan sizlarga qilmishinglardan xabar berildi. Bu Allohga osondir. Allohga, Allohning payg'ambariga va biz nozil qilgan nurga, ya'ni Qur'onga iymon etinglar. Allah qilayotgan ishlaringlardan to'liq xabardordir. U kunda Allah sizlarni qiyomat uchun to'playdi. U ziyon tortadigan kundir. Ya'ni u kunda iymonni tark etganligi bilan kofirning ziyon tortganligi, yaxshi amallarni deganda qilolmaganligi bilan mu'minning ziyon tortganligi oshkor bo'ldi. Kimiki Allohga iymon etib, yaxshi ish qiladi ekan, Alloh uning yomon ishlarini yo'q chiqaradi. Uni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular u jannatlarda mangu qoladi. Bu katta muvaffaqiyatdir. Allohning birligini va qudratini inkor qilganlar, oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar ahli dovzax bo'lib, ular dovzaxda mangu qoladi. U nima degan yomon joy?
o'lgandan keyingi hayotlikning haq ekanligi to'g'risida. Alloh taolo o'lgandan keyin terilish yo'q deb biljillaydigan kofirlardan, mushriklardan va Allohning bor va birligiga tong'uchilardan xabar berib mundaq deydi. Aytqinki, hargiz undaq emas. Rabbim bilan qasamki, sizlar cho'qim terildirilsizlar. Ondan sizlarga qilmishinglardan xabar berildi. Ya'ni sizlarga cho'ng kichik, qadrlik va qadrsiz amallaringlarning hammasidan xabar berildi. Bu Allohga osondir. Ya'ni sizlarni o'lgandan keyin terildirish, qilmishinglarga qarta mukofot va jazo berish Alloh taologa osondir. Bu oyat Allah payg'ambari Muhammad alayhissalomga qiyomatning cho'qim bo'ladiganligini ta'kidlab, g'olib va buyuk Rabbining nomi bilan qasam qilishga buyurgan 3-oyatdir. 1-oyat Sura Yunusdagi ular u, ya'ni va'da qilingan azob o'lgandan keyin terilish rostmi deb so'raydi. Sen, ha, Rabbim bilan qasamki, u albatta rostdir. Sizlar qechib qutulolmaysizlar degan oyatdir. 2-oyat Sura Saba'dagi kofirlar bizga qiyomat kelmaydi deydi. Aytqinki, undaq emas. Rabbim bilan qasamki, qiyomat sizlarga cho'qim keladi. Alloh g'aybni bilguchidir. Osmonlardagi va zimindagi zarra chaqliq narsa Allohdan yiroq emasdir. Uning, ya'ni zarradan kichikroq narsa bo'lsin, cho'ngroq narsa bo'lsin, lavhil mahfuzda xotirlanmagini yo'q degan oyatdir. 3-oyat kofirlar hargiz terildirilmaymiz deb gumon qilishdi. Aytqinki, hargiz undaq emas. Rabbim bilan qasamki, sizlar cho'qim terildirilsizlar. Ondan sizlarga qilmishinglardan xabar berildi. Bu Allohga osondir degan bu oyatdir. Allohga, Allohning payg'ambariga va biz nozil qilgan nurga, ya'ni Qur'onga iymon etinglar. Allah qilayotgan ishinglardan to'liq xabardardir. Ya'ni Alloh taologa sizlarning amallaringlardan hech narsa maxfiy qolmaydi. Ziyon tortadigan kunning bayoni to'g'risida. U kunda Alloh sizlarni qiyomat uchun to'playdi. Ya'ni ilgiriki va keyingi butkul insonlar bir maydonga to'plandi. Ularga chaqiruvchining ovozi anglanib turdi. Ularni ko'zlar ko'rib turdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: "Ana shu kun hamma hozir bo'ladigan kundir." Aytqinki, ilgirikilar va keyingilar ma'lum kunning muayyan vaqtida, ya'ni qiyomatda to'planadi. Ondan sizlar, ey qayta terilishni inkor qiluvchi gumrohlar, u ziyon tortadigan kundir. Ya'ni u kunda iymonni tark etganligi bilan kofirning ziyon tortganligi, yaxshi amallarni degandek qilolmaganligi bilan mu'minning ziyon tortganligi oshkor bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyat haqida mundaq deydi: Ziyon tortadigan kun qiyomat kunining ismlaridan biridir. U kunda jannat ahli do'zax ahlini ziyon tortqizadi. Qatada va Mujahid qatorliqlarmu bu oyat haqida mushuningga o'xshash dedi. Muqotil ibn Hayyan mundaq deydi: Mu'minlar jannatga kirib, kofirlarning do'zaxga kirganligi kofirlar uchun eng cho'ng ziyondir. Men, ya'ni Ibn Kathir, yuqoridagi oyatni Alloh taolaning tuvandagi oyatlarini ochiqlashtirib berdi deb qarayman. U kunda Alloh sizlarni qiyomat uchun to'playdi. U ziyon tortadigan kundir. Ya'ni u kunda iymonni tark etganligi bilan kofirning ziyon tortganligi, yaxshi amalni degandek qilolmaganligi bilan mu'minning ziyon tortganligi oshkor bo'ladi.
Kimiki Allohga iymon etib, yaxshi ish qiladi ekan, Alloh uning yomon ishlarini yo'q chiqardi. Uni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Ular u jannatlarda mangu qoladi. Bu katta muvaffaqiyatdir. Allohning birligini va qudratini inkor qilganlar, oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar ahli davzax bo'lib, ular davzaxda mangu qoladi. U nima degan yomon joy? Alhamdulillah, yuqorida sura Tag'obun tafsiridan 10-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.